Ne ish so'rayapsiz? Ke. Aka qo'rqituvdi siz, vavshib qo'rqityapsiz-ki. Ne, balandparvoz narx aytayotmang, kelishtirayotmang. Nima aka? Sotish ko'ngil bilan kelyapsizlarmi? Unda narxlar yo'q-ku aka. Mayli-da. Lekin bundan 4 ta ekan-a? Hammasi bor? lekin unday narxga olmaydi-ku. Unda sal yengillashtirib aytinglar, jon akalar. U hozir balandparvoz narx aytgan bilan, hozir men bir narx so'rayman, narxini shunday past ko'rib so'raganda o'p qolaman-ku men. Keyin hamma aytadi, Akmal aka olib borsang 100 desang 50 so'raydi deb. Hozir men aytilishini qarang, 100 deyoryapsiz. Akalarni ko'rib borayotgan bo'lsangiz, bitta ko'ring 18 larni 80 million, 85 milliongacha olyapti o'zim avtomatlarni. Shunday. 18 avtomatlarni. Hozir 78, 77 ta oldim o'sha kuni. Hozir endi bu 14. Nech pul deysiz? Kelishtirib ayting, qochirmang. Bu pullar olmaydi, endi ko'rib borapsizlar baribir. Men buncha odam bozordan qimmat olaman deb kelmaydi oldimga. Men mayda chuyda qilmayman. Bo'layotgan bo'lsa 70 million beraman. Guringni po'stkallasi. Mayda chuyda kerak yo'q. 70 million bo'lsa qolsa olib qolaman. Endi mashina olishingizga yetmasa bu bechara nima ayb? Yo'q, yaxshi, misol men akam mashinani misol minadi. Hozir so'ramoqchi bo'lgan narxim 65-66 ish edi. Men bo'ladigan qilib so'radim. 70 million bo'lsa qolsa olaman. 75 dan nima o'tib berasiz? O'tib berayotgan summangizni ayting, bir xalqqa aytib ko'raman. Bering. 75 dan o'tib bersangiz, mana qarang, men chiroyli guring qilaman-da. 75 dan o'tib bersangiz, mayli savdo qilib ko'raman, to'g'ri kelsa olaman. Yurmayman emas, bu gapim bilan yurmoqchi bo'laman-da siz tomon. Siz agar bir qadam qo'ysangiz, men ham bir qadam qo'yayotgan bir mard yigitman. Yo'q, qarang, chin guring. 75 dan nech pul o'tib berasiz? Yo'q, o'tolmayman. Qisqasi, tiralib qolsa ham 75 dan kamay bermoqchi emassizlar, tushunishim bo'yicha. Chalg'imang, shundaymi? 75 ga qadar. Ular mashina yomon emasda yili ekanda, yili bilan rangi. Rangi ham metal kelganda. Oldin nima mashinangizni oldim sizdan? Nexus. Bir mashina oldim-da sizdan, adashmasangiz. Mang, bir guringda. Mayda qo'shmayman, normalni qo'shaman, ha desangiz. Lekin pustoy paket bilan qaytayotgan bo'lsam, qo'shatmayman. Chin guring. Aka, mayli bir normalni qo'shib so'rang, 75 dan qotib qolmayman. Normalni qo'shib so'rasangiz, guring qilaman. Pustoy paket qo'lingizga bermayman desangiz, bir narx aytaman. Ko'p narsa emas. Mang. O'tganim shuncha. Yo'q, unday demang. Bitta guring 75 ga men sotaman, 74 million pul beraman. Naqd ham mayli shu. Onangiz tushungan, sovg'a qiling, meni ham rizqim bor-da, qo'shilib qo'yaman. 74 million zo'r pul bo'ldi, o'zi 74 so'ramoqchi emas edim. Voy, guringizga to'xtadim-da. Sovg'a qilaman onamga, nimadir deganingizga to'xtadim. Men yaxshi gapni yaxshi ko'raman. Ishoning. Men ochiqda men 100 kilo oxir ko'nglim 80 da, 80 dan bu sota olmasam ketaman deb turibdi. To'g'risida, men ochiq o'zim ichki niyatimda. Men endi men aytaman, mayli, sizlarga beraman aka, oxiri 75 bo'lsa, mayli aka, bo'lmasa Mayli. Rozimisiz? Ha, olasizmi? Qayerdan sizniki? Avroradan 5 kun. 5 kun Avrora. Ish nima ishda? Ustachilik. Nima ustasi? Addelka. Addelka, Yevro remont. Umid aka mahallasidan ekanda. Ha, yaxshi niyatga, do'stim, men xursandman. Yaxshi narx ham sotdingiz siz ham. Onangizga podarka ekan, oling borib, yaxshisidan rozi bo'lasiz. Xo'p, 1 million qo'yib sotdim. 1 million qo'yib sotdim, rozi bo'lasiz. Xo'p, arzonni aytaman, bu yigitga da'vo qilmang. Xo'p, yurgani qancha edi? 220 ming. 2 kunlikdan o'tgan 2014 avtomat Gentra. Kraskasiga kelayotgan bo'lsa, bitta arqa tomon, mana bu tomonni kalinkasiga sepilgan, qolgan joyi 100% radni, arqalari 2023 Gentra'nikida turibdi lekin kapot ichlar yangi turibdi. Oldin ichlari ham zo'r turibdi. Xo'p, 75 millionga olindi, 1 million qo'yib sotaman. Shunga qoladigan 1 millioningizga rozimisiz, do'stim? Rozi bo'lasiz. Do'stim, rozi bo'lasiz, xo'p?